uchrashuvdan maqsad o'sha tadbirkorlik istagini bildirgan tadbirkorlar yoki endi kirib kelayotgan tadbirkorlarga o'sha kreditlarimizni tanishtirish. Biz o'sha mahallaviy yo'nalishi bo'yicha kreditlarimiz jismoniy shaxslarga 50 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Muddati 5 yildan ular 25% erkaklarga, 25% ayollarga. Ikkinchi yillarda shu ta'minot boshlanadi. Yani 5 yil bo'ladi. Ular hisob bank klassifikatsiyasi tashlab beriladi. 25% bo'lsa, 2 yilgacha 1 million 100 million pasvort chiqadi. Foizli o'zi. 17 million so'mgacha ham shunaqa tartibda ayollarga 2% past. Keyin 2 million bor, bu tadbirkorlik o'sha yaqintasida bor yoki fermer xo'jaligi nimasi borlarga garov beriladi, 7 yilga beriladi. Aylanma mablag'ga olmoqchi bo'lsa 8 oyga beriladi. 21%. Agar rahbar erkak kishi bo'lsa 19%, rahbar ayol kishi bo'lsa. Har bitta kredit turimizda o'sha agrar sistemasi har bitta kreditlarni ayol kishi rahbar ayol kishi kredit olmoqchi bo'lsa 2% past bo'ladi. Foiz pasaytiriladi. Foiz pasaytirib beriladi. Misol agar 100 millionni teva olmoqchi bo'lsalar ham garov bo'lishiga to'g'ri keladi. 25-yilda 21-yildan teva ishlab chiqargan avtomashinani noturar joy, bino inshoot shunaqalarni garov 300 million so'mga 7 yil, 6 yil hozir 6 yilga tushdi. Aslida tushib ketaveradi grafik. Bu oy olmoqchi bo'lsalar 6 oy 8 oy bilan 6 yil 8 oyga beriladi. Keyingi oy olmoqchi bo'lsalar markazga olmoqchi bo'lsalar 6 oy 7 oy bo'ladi. 6 yil 7 oy bo'ladi.